autizm, ras, ZPR tashxisli bolalarni maktabga joylash bo'yicha o'z tavsiyalarimni beraman. Tajribamdan kelib chiqib aytamanki, 2019-2020 yilda tug'ilgan bolajonlardan boshlab mana bunday tashxislar, ya'ni autizm, ras, ZPR kabi tashxislar ko'payib bormoqda. Va albatta bu yil, ya'ni 2026-2027 o'quv yilida 2019-yilda tug'ilgan bolajonlar 1-sinfga qabul qilinadi. Bunday holatda hozirgi kunda F84, F70, F83, ya'ni ZPR, aqliy zaiflikning yengil darajasi hamda autizm kabi tashxisli bolalarga davlatimiz tomonidan inklyuziv ta'lim dasturi ishlab chiqilgan. Ya'ni hozirgi kunda bunday tashxisli bolalarni maxsus maktablarga emas, albatta o'zingizni uyingizni yonidagi oddiy sog'lom bolalarni, ya'ni umumta'lim maktablariga joylashingiz mumkin bo'ladi. 2020-2025 yil uchun tuzilgan dasturda har bir rayonda, ya'ni har bir tumanda, ba'zi bir maktablarda aynan inklyuziv sinf ochilishi bo'yicha dastur qo'llanilgan edi. Lekin bu hamma uchun ham qulay bo'lmaganligi uchun hozirgi kunga kelib bu dasturning ichida, ya'ni sog'lom oddiy o'zimizning uyimizning oldida, ya'ni mikro hududimizda joylashgan maktablarda ham sog'lom bolalarning ichida 3 tagacha bo'lgan mana shunday tashxisli bolalarni joylash bo'yicha dastur davom etmoqda. Ya'ni hozirgi kunda 2019-yilda tug'ilgan bolajonlarda autizm va ZPR kabi yoki yana boshqa bir nutqiy muammolardagi kasalliklar kabi yengil darajada albatta bo'ladigan bolajonlar maxsus komissiyadan o'tkaziladi va albatta sog'lom bolajonlar ichida o'qish imkoniyatini oladi. Bunday holatda maktab tomonidan ish olib boradigan defektologlar bu bolalarga doimiy ravishda yordam berib keladi. Yana eng yaxshi tomoni, bunday bolalarda adaptatsiya bo'lishi uchun, bolalar maktab ta'limlarini to'g'ri o'zlashtira olishi uchun onalarni ham tutor sifatida, ya'ni bolasiga yordamchi sifatida darslarga qo'yishga ruxsat etiladi. Buning qanday tartibda amalga oshirilishini esa albatta BMP klinikasiga kelsangiz sizga batafsil tushuntirishga va'da beramiz. Inklyuziv ta'limga joylanadigan bolajonlar, ya'ni sog'lom bolalarning ichiga joylanadigan bolajonlar albatta boshqa bolalarga, ya'ni sog'lom bolalarga zarar bermaydigan darajada bo'lishi kerak, ya'ni agressiyalari yoki qo'shimcha yondosh kasalliklari, tutqanoq kabi yondosh kasalliklari bo'lmasligi shart. Shuning uchun esa hozirdan bolajonlarni, bunday maktabga borishi mumkin bo'lgan bolalarni xulq-atvori bilan ishlash bo'yicha to'g'ri tavsiyalarni olib, to'g'ri ishlash sizga juda samarali foyda beradi. Va albatta inklyuziv ta'limga qanday joylash, qayerlarga borish, qanday hujjatlar to'plash, qaysi komissiyalardan o'tish mavzusi bo'yicha sizga tushuntirishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizga bu haqida yo'nalish berishga tayyormiz. Agar sizning farzandingiz 2019-yilda tug'ilgan bo'lib, unga ras yoki ZPR kabi tashxis qo'yilgan bo'lsa va sizda inklyuziv ta'lim bo'yicha qandaydir savolingiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qolding. Biz sizning savolingizga javob topishga harakat qilamiz.